Tering, ota, tering. Uğraş kızım yaşamışsın sürüyormuşsun. Kış gelip ayaklarım kollarım oğluydu. Bir liçediyor verirseniz kızım değil bende. Bo'g'inlaringiz og'riyaptimi? Boğumlarım keçesine oğluydu. Kollarım emmene o'ziga kelmey qaltirab oğluydu. Can kızım bir liçediyasi Sen teshaganga o'xshab qolibdi barmoqlaringiz. Qani? Iliklaringiz ham oladimi? Keçesine bol çıkardı oğluydu kızım. Bo'ldi. Bo'ldi, ota. Sizga kalsiy kerak. Kalsiy yetishmaydi sizda. Bana yardım verin, kalsiy versin, doğru kurlardan. Hozir men sizga yo'llanma yozib beraman. Olmasa kızım, bolalarım bana toka çıkmakçı idim. Yangi yıl ayağımı kiyip kaldım. Şonga bir maslahatınızı, bir liçinenizi berseniz de bir barı bolalarım bir o'sha yerga olib borib bir liçineleri qildirsa. Amaki, bu yurishingizda toqqa chiqolmaysiz. Sizda o'ta kalsiy kamayib ketgan. Shuning uchun men sizga bitta yo'llanma yozdim. Mana shu yo'llanmada borib, Abdul hay deganga uchraysiz. Ana undan keyin sizga dori-darmon o'shilib beradilar. Mana. Ulan gelin baba. Ye dadajon bo'ldimi? Bo'ldi. O'zini o'zgardimi? Bolam meni o'qitirman. Ye bu o'zimizda Sitaburda yangi ochilgan Abdulhay ochgan kalla pacha markazi-yu. Bolam meni ket. Bo'ldi, ketdik yur. Ana dadajon o'sha o'tirimiz yozilgan o'sha adres mana. Abdulhay kalla go'sht markazi shu yer. To'g'rimi bolam? Hozir to'g'ri mana issiqxona sho'rvalari pishib kalsiyga boy. Mana kalsiyga boy. Bizga mana shu otamga dori bo'lsin, oyoq qo'llari o'rib bir kalsiy sho'rvadan bitta biber chiqqan. Bo'ladi bir ichib ko'rsinlarchi. Ana ota. Bismillah. Durum etkanda, o'ratan. Ye. Ha, nima bo'lyapti ota? Boshlig'imga qaytdim. Ota nima bo'lyapti? Assamni qilib tursiz, assamni. Tek. Bolam yaxshi aytganidek zo'r ekan. Ha, zo'r, bular klienti ham ko'p, tog'a. Bay. Jamiyash bo'lsin, jamiyash. Bir kun ishdim to'nsal, 3 kun ishsam bolam. Yo'q, ketaman bolam. Ichib yurman. Uxla bolam, uxla. Yoshligimda qayt. Doimgidek manzilimiz Namangan viloyati 3 tuman Jiddakafa qishlog'ida joylashgan Olimjon akamizga qarashli go'sht mahsulotlarini barcha yurtdoshlarimizga taklif qilamiz. Bizni kuzatishda davom eting, biz davom etamiz. Hamma yurtdoshlarimizni mahsulotlarimizga taklif qilamiz. Barchalariga yoqimli ishtaha tilagan holatda biz davom etamiz.